Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli o'g'il qizlarim, shogirdlarim, bugun ham shu sabr bobidagi hadisimizni davomini inshaalloh davom ettiramiz. Bugungi hadisda Anas radhiyallohu anhudan rivoyat bo'lgan hadis. Bismillahirrohmanirrohim. An Anas ibn مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر وعوزته منها الجنة. Anas radhiyallohu anhu payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamdan bu hadisni eshitdim dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, albatta Alloh taolo azza va jalla aytdi, vaqtiki man ibtalaytu abdi bi habibatayhi, ya'ni bir baloga giriftor qilsam bandamni habibatayhi deb, ya'ni ikkita ko'zini ya'ni baloga giriftor qilsam, ya'ni ko'zini olib qo'ysam, ko'r qilib qo'ysam, bandamni ikkita ko'zini ko'r qilib qo'yadigan bo'lsam, yo ko'r turg'izsam, yoyinki hayotida masalan bir sabab bo'lib ko'r bo'ladigan bo'lsa, unga man deydi fasobara, ham shu banda shu ko'rligiga sabr qilsa, faavvaztuhu, man uni o'rniga, evaziga, uni o'rniga man beraman unga nimani? Jannatni dedilar. Ya'ni inson, bizni o'qiyotgan bobimiz sabr bobi. Sabr qiladigan bo'lsa, Alloh taboraka taolo har bandasiga bir ne'matni masalan kam qilib qo'yadigan bo'lsa, o'sha ne'matga sabr qilsa, birovni ko'zini olib qo'ygan, birovni qulog'ini, birovni tilini va hokazo. Inson masalan mukammal emas. Bir joyi masalan kam bo'lishi mumkin. O'sha kam bo'lgan vaqtida boyatki sabr qiladigan bo'lsa, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu hadisni bayon qilib aytadilarki, Alloh taboraka taolo aytadi, uni evaziga men jannatni beraman. Ya'ni sabr qilsa, inson boyat Allohning tomonidan bo'lgan musibatlarga sabr qilishligi lozim. Yana bir hadis o'qiymiz. Va an Ato ibn Abi Raboh qala li ibn Abbas radhiyallohu anhu ala urika imra'atan min ahli al-jannah. Ato ibn Abi Raboh bu hadisni aytadilarki, man qala li ibn Abbas, ibn Abbosni o'g'li menga shuni aytdi. Nima dedi? Aytdiki, oyo senga ko'rsataymi bir xotinni jannat ahlidan bo'lgan bir xotinni senga ko'rsataymi dedi. Men aytdimki, faqultu bala, ha ko'rsating. Jannatning ahlidanmi u? Ha, jannatning ahlidan. Ha, ko'rsating dedim. Hadihil mar'atu savda'u atatin nabiy sallallohu alayhi vasallam va qalat. Mana shu oldingda turgan bir xotin, qora xotin. Shu xotin jannat ahlidan. Bu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldilariga keldi. Qalat, keyin aytdi. Shu inni usra'u va inni atakashafu fa'adulloha ta'ala li. Mani bir tutanaq dardim bor. Ya'ni mani tutqanoq tutib qolgan paytida shu yiqilib hamma joyim ochilib ketadi, avratlarim ochilib ketadi. Ey Allohning rasuli, menga Allohga duo qiling, shu kasallikdan men xalos bo'lsam, deb payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga go'yo duo talab qilib keldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam nima dedilar? In shi'ta sabarti valakil janna. Agar sen mana shu Alloh taolo bergan bu dardga, ya'ni tutqanoq dardiga sabr qiladigan bo'lsang, sen uchun jannat. Agar sabr qilmasdan aytsangki, menga duo qiling desang, in shi'ta da'awtulloha ta'ala an yu'afika. Agar sen jannat xohlamaysan u
man tuzalay, yaxshi bo'lay desang, man duo qilaman, Alloh tabaraka taolo bu dardingga davo beradi. Chunki Alloh taolo bir dardni yoyinki bir musibatni beradigan bo'lsa, uni muqobilida albatta bir ajr va mukofot turibdi. Sani bu dardingga jannat turibdi. Qaysinisini tanlaysan? Sog'lig'ini tanlaysanmi yo shunday holatda bo'lsang? Shunda u xotin aytdi. Faqolat asbiru, men mana shu dardga sabr qilaman. Faqolat inni atakashafu fad'ulloha alla atakashaf fad'alaha. Mana shu go'yo tutanaq dardim tutgan vaqtida avratlarim ochilib ketmasin, shuni haqida Allohga duo qiling. Mayli bu dardim bo'lsa ham menga jannat bo'ladigan bo'lsa, bo'ldi, men shunga sabr qilaman. Lekin shu yiqilib boshqa bo'lganimda duo qilingki, meni shu avratlarim ochilib ketmasin. Deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uni haqqiga duo qildilar. Ya'ni dunyoda bu hadisdan murod shuki, dunyoda Alloh tabaraka taolo har kimga har musibatni beradi. O'shanga u agar Allohning tomonidan, bu yaxshilik ham Allohning tomonidan, yomonlik ham Allohning tomonidan, bu Alloh menga buni berdi deb aqidasida shunday bo'ladigan bo'lsa, Alloh tabaraka taolo unga mana shu ayolni ga berilgan, masalan, go'yo payg'ambarimiz Alloh va'da qilgan jannat unga ham bor. Yana bir hadis o'qib qo'yamiz endi. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء. Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud ne go'yo bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan qilgan bu hadislari payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ko'rdim deydilar. Shu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam payg'ambarlardan bir payg'ambarni hikoya qilardilar. Ya'ni payg'ambarlardan bir payg'ambar. Ya'ni juda ham payg'ambarlar ko'p o'tgan. 124 ming payg'ambar o'tgan deyiladi. Shu payg'ambarlardan birlarini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qissa qilardilar. Shunda Alloh taoloning salovati va salomi ularga bo'lsin. Zarabahu qawmuhu fadmauhu. U payg'ambarni qavmi uni urib, hamma yo'g'ini qonga bo'lab qo'ygan edi. Va huwa yamsahu dam'a an wajhihi. Yuzidan qonlarni artib, shu yerda ularni haqqiga duo qilardi Allohga. Nima derdi? Yaqul, aytardiki, Allohumma g'fir liqawmi fa innahum la ya'lamun. Ey Alloh, bu qavmimni sen rahim qilgin, bularni masalan kechirgin, chunki ular seni meni bilmayapti. Ya'ni ular meni agar tanishganda payg'ambar deb bilishganda bu ishni qilmagan bo'lardi. Ey Parvardigor, bu qavmimni kechirgin. Ya'ni bobimiz sabr bobi-ku. Payg'ambarlar shunaqa sabrli bo'lishgan. Biz ham bir qavmimizdan da'vat qilganimizda, amr ma'ruf nahiy munkar qilganimizda yo boshqa holatlarimizda o'sha payg'ambarlarga o'xshagan bir musibat yetadigan bo'lsa, biz ham sabr qilishimiz kerak. Alloh tabaraka taolo hammamizga bu dunyodagi musibatlarga sabr qilishini Alloh nasib qilsin. Va oxiri da'vona alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.